Odamlarni ayblash, ularga nisbatan yomon gumon qilishni qo'ying endi. Uni o'rniga haqlariga duo qiling. Shu tildan yaxshi gap ham, yomon gap ham shu tildan chiqadi. Allohdan mag'firat so'rang. Hali o'zimizning ahvolimiz nima bo'ladi? Qay ahvolda dunyodan o'tamiz buni bilmaymiz. Umuman o'zi hadeb odamlarga yomon gumon qilmaslik kerak. Ba'zi birlar bor faqat yomonlik qidiradi, yomon gumonda bo'ladi. Hadeb yomon gumon qilmaslik kerak. Xosatan o'tib ketgan insonlarga. Endi haligi zolim, mana shunaqa musulmonlarga qarshi, islomga qarshi ish qilgan zolim odam bo'lsa, bu boshqa endi. Lekin musulmon bo'lsa, iymonda, islomda o'tgan bo'lsa, bunaqa odamlarga yomon gumonda qilmaslik kerak. Umuman o'lgan odamlarga Payg'ambar alayhisalom nima deganlar? O'liklarni so'kmanglar, chunki ular boradigan yerlariga yetib bo'ldilar deganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Imom Buxoriy rivoyat qilgan sahih hadis. Ya'ni o'liklar qilgan ishlariga javob berish uchun Alloh huzuriga ketdilar degani. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'liklarni so'kishdan yoki o'sha o'liklar haqida yomon so'zlar aytishdan qaytarganlar. Sababi musulmon kishining hayotli chog'ida ham o'lgandan keyin ham hurmatini saqlash kerak. Shuning uchun o'lganda yormaslik kerak deymiz. Yorib tashlaydi-ku, ham doktorlar olib kiradi. Kim bo'lsa olib kirib yorib tashlayveradi. Shu yormaslik kerak. Shu bizni musulmon odamni o'ligi ham, tirigi ham hurmatli deymiz. O'lganda o'ligi yana ham hurmatlidir, balki e'tiborlidir. Chunki o'lik endi o'zini o'zi himoya qila olmaydi endi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'liklarni so'kmanglar, chunki ular qilgan ishlariga hisob-kitob berishga qarab ketdilar. Ya'ni ular eng adolatli hukm qiladigan joyga yetib oldilar dedi. Yaxshimi, yomonmi endi ularning ishlari eng adolatli hukm chiqaruvchi zot Alloh taologa havola endi. Sizlar ularning amallaridan, qilmishlaridan javobgar emassizlar. Hech kim birovni qabriga birov tushmaydi deydi-ku. O'lganlarni amalidan, qilmishidan biz javobgar emasmiz. O'lgandan keyin ularni so'kishdan endi foyda yo'q endi. Modomiki odam islomda, iymonda, ahli sunna val jamoada o'libdimi? Ahli sunna val jamoada, iymonda, islomda o'ldimi? Endi undan sodir bo'lgan ayrim kamchiliklar, gunohlar va shu kabilarga bu bilan hammasini Allohga havola qilinadi. Allohning xohish irodasi ostida bo'ladi endi bu banda. Alloh xohlasa kechiradi, xohlasa qilmishiga yarasha azoblaydi. Katta gunoh bo'ladimi, kichikmi? Kechirish yo azoblash bu Allohning ishi bu. Bandalarning bunga daxli yo'q. Alloh xohlasa barcha gunohini kechirib, azobsiz shu boshida yo jannatga kiritadi. Xohlasa gunoh poklaydigan darajada do'zaxda azoblab, keyin jannatga kirgizadi. Iymonda o'tgan bo'lsa albatta jannatga kiritadi. Shunday bo'lgach, odamlarni ayblash, ularga nisbatan yomon gumon qilishni qo'ying endi. Uni o'rniga haqlariga duo qiling. Shu tildan yaxshi gap ham, yomon gap ham shu tildan chiqadi. Allohdan mag'firat so'rang. Hali o'zimizning ahvolimiz nima bo'ladi? Qay ahvolda dunyodan o'tamiz buni bilmaymiz. Birovlarni gapirib yurgandan ko'ra o'zimizni va boshqa musulmonlarni isloh qilishni o'ylaylik undan ko'ra.